Ba'zan odamni yiqitadigan narsa dushmanning kuchi emas, ishonch berib yoniga kirgan odamning jilmayishidir. Aynan mana shu dahshatli haqiqat yurakka urib tashlandi. Kimdir pulini yo'qotdi, kimdir sog'lig'ini, kimdir g'ururini. Lekin eng og'iri shuki, ayrimlar endi sevgi deb ushlagan narsasi aslida puxta o'ylangan tuzoq bo'lganini tushunib qoldi. Va eng larzaga solgani bu edi. Firib faqat boylikka emas, qalbga, oilaga, hatto tanaga ham qarshi qilingan hujum bo'lib chiqdi. Keling, hammasini boshidan, sekin va chuqur his qilgan holda ko'rib chiqaylik. Birinchi qism. Sodiqning bugungi holatiga qarab, biz faqat bir ayolning hiylasini emas, balki bir erkakning ichidan asta-sekin qulab borayotganini ko'rdik. U pul bilan hamma narsani boshqaraman deb o'ylagan edi. Uning uchun dunyo oddiy edi. Kimda pul ko'p bo'lsa, o'sha kuchli bo'ladi. U o'z ishining ustasi edi. Ayollar uni xohlar edi. Erkaklar esa uning oldida boshlarini egib salom berishardi. Sodiq shunday yashagan, shunday ishongan va shunday mag'rurlanib yurgan. Lekin u sadoqat sotib olinmasligini juda kech tushundi. Endi uning og'riqli nuqtasi pulidan ayrilgani emas edi. Yo'q, undan ham dahshatlisi o'zini aqlli, tajribali, hammani oldindan o'qiy oladigan odam deb bilgan holida aynan qalbiga yaqin qo'ygan odam tomonidan yengilgani bo'ldi. O'sha mag'rur erkak endi bir payt g'azabga to'lib yonar, bir payt o'zini ayblab labini tishlar, bir payt esa mutlaqo bolalardek ojizlikka tushib qolar edi. Ayniqsa tun bo'yi yolg'iz qolishdan qo'rqib, yonida odam qolishni iltimos qilgani bejiz emas. Bu yerda uning tanasi emas, ichki dunyosi qulab tushayotgan edi. U hech qachon hech kimga muhtoj bo'lmagan erkak endi eng oddiy insoniy iliqlikni yalinib so'rardi. Ikkinchi qism. Nazokat deb tanilgan ayolning aslida Feruza ekani, uning yillar davomida turli ism bilan erkaklar hayotiga kirib, ularni ichidan kemirib. 7-qism. Dildor bilan bog'liq chiziq ham bekorga kiritilmadi. U yerdagi tashqi sokinlik ortida juda katta portlash pishib yetilayotgan edi. Dildor har kuni ertalab ko'zguga qarab, o'ziga bir narsa demoqchi bo'lib indi. U nikoh oldidan haqiqatni ochmoqchi, lekin vaqt uni siqib boryapti. Otasining keskin qarori, Said masalasi, Nargizning borib muhim gap aytmoqchi bo'lishi, bularning bari ertangi kun oddiy to'yga emas, keskin to'qnashuvga aylanishini ko'rsatmoqda. Dildor kechalari uxlay olmas, varog'da o'girilib bir og'iz gapni qayta-qayta pichirlar, keyin yana indi. Menimcha keyingi qismda aynan shu yo'nalish serialning hissiy markaziga chiqadi. Chunki bir tomonda ota sha'ni, bir tomonda qiz qalbi, yana bir tomonda kechikib qolgan haqiqat turibdi. Eng xavflisi, haqiqat oxirgi daqiqada aytilsa, u najot emas, portlash bo'lib eshitiladi. Va o'sha portlashdan keyin hech kim avvalgidek qolmaydi. 8-qism. Bu qismdagi eng nozik, lekin kuchli detal Maftunaning tug'ilgan kuni eslangan sahnalar bo'ldi. Bu kichik lahza go'yo voqealardan chetda turgandek ko'rindi, lekin aslida serialning katta g'oyasini mahkamlab qo'ydi. Bir oilada yo'qotish xotiraga aylanib, mehrni saqlab qoladi. Boshqa bir munosabatda esa soxta mehr boylikka yopishib, odamni chirta boshlaydi. Sodiq o'sha sahnani ko'rib, birdan o'z uyini esladi. Uning uyida gullar qurib qolgan edi. Hech kim tug'ilgan kunni nishonlamasdi. Muallif aynan shu kontrast bilan shuni ko'rsatdi. Sevgi degani yoningdagi odamni yeb bitirish emas, uning yo'qligida ham xotirasini avaylashdir. Shu sabab Feruzaning mehri bilan oddiy, samimiy oilaviy og'riq yonma-yon qo'yildi. Farq juda keskin ko'rindi va tomoshabin o'sha daqiqada indamay yig'ladi. Chunki bu farqni hamma tushundi. 9-qism. Endi eng kuchli bashoratga kelsak, Feruzaning qo'lga tushishi albatta bo'ladi, lekin serial uning hibsini oddiy epizod qilib qo'ymaydi. Undan oldin uning sheriklari orasida bir yorilish bo'ladi. Botir qochish yo'lida o'zini saqlab qolish uchun sirlarni ochishi mumkin, yoki aksincha, Feruza Botirni qurbon qilib, yana bir marta ism o'zgartirishga urinadi. Sodiq bunga tayyor edi. Lekin bu safar uning eng katta muammosi militsiya emas. Uning eng katta muammosi izlar juda ko'p qoldi. O'g'il, kelin, bank o'tkazmalari, barmoq izi, choy tarkibi, eski aloqalar.
Yirtqich qanchalik ayyor bo'lmasin, ortidan juda ko'p qonli ip qoldirib ketdi va har bir ip bir kun kelib uning bo'yniga o'raladi. Sodiq endi eshik oldiga kelgan har bir qadamda shovqin eshitsa, yuragi ro'para bo'ladi. U tirik, ammo ichi o'lik odamga aylangan edi. 10-qism. Sodiq Feruza qo'lga tushgandan keyin ham tinchib qolmaydi. Aksincha, o'shanda uning oldida undan ham og'irroq savol paydo bo'ladi. Endi u qanday yashaydi? Chunki odam ba'zan dushmanidan emas, dushmansiz qolganidan qo'rqadi. U butun g'azabini Feruzaga qaratib turibdi. Lekin ertaga ayol ushlansa, Sodiq o'zining bo'sh qolgan qalbi, kasalligi va pushaymonlari bilan yolg'iz yuzlashishga majbur bo'ladi. Ana shu haqiqiy sinov bo'ladi. Shunda u yoki mutlaqo o'zgaradi, yoki yana eski kibriga qaytib hammani yo'qota boshlaydi. Sodiq kechasi yolg'iz qolsa, ichida ikki xil ovoz gapiradi. Biri: sen hali hamma narsani qaytarib olasan, shunchaki vaqt kerak. Ikkinchisi: sen endi tugading, buni qabul qil. Qaysi ovoz yutadi, buni hech kim bilmaydi, hatto Sodiqning o'zi ham. 11-qism. Afzalning oilasi masalasi ham endi uzoq cho'zilmaydi. Unga aytilgan gap bejiz emas edi. Birinchi qadamni erkak tashlash kerak. Afzal ko'p tunlar uxlamadi. U qo'lini telefoniga olib borib, raqamni terdi. Keyin qo'yib qo'ydi. Keyin yana terdi. Bir kuni ertalab u nihoyat qo'ng'iroq qildi. Menimcha keyingi qismlarda Afzal oila tomon yuradi. Lekin u yerda uni oddiy kechirim kutmaydi. U o'z g'ururining narxini ham to'lashiga to'g'ri keladi. Balki aynan shu chiziq orqali serial Sodiq va Afzalni qarama-qarshi ikki ko'zgudek ko'rsatadi. Biri pul bilan hayotni sotib olmoqchi bo'lgan erkak, ikkinchisi esa kech bo'lsa ham yurak bilan tuzatishga urinayotgan erkak. Va tomoshabin o'ziga savol beradi: men qaysi biriga o'xshayman? 12-qism. Dildor tarafda esa men eng keskin burilish aynan nikoh arafasida bo'lishini kutyapman. Nargiz olib kelayotgan gap oddiy sir emas. Butun qarorni to'xtatib qo'yadigan haqiqat bo'lishi mumkin. Agar bu rost bo'lsa, otaning qattiq qarori larzaga keladi. Saidning sha'ni masalaga kiradi. Dildor esa birinchi marta o'z hayoti uchun baland ovozda gapirishga majbur bo'ladi. O'sha paytga qadar sukut saqlagan qiz birdan portlasa, bu serialning eng og'riqli va eng chiroyli sahnalaridan biriga aylanadi. Dildor endi oynaga qarab yig'lamaydi. Uning ko'zlarida bir narsa o'zgargan. U jim, lekin qat'iy. Va bu jimlik portlashdan oldingi so'nggi nafasdir. 13-qism. Shu qism bizga bitta sovuq haqiqatni eslatdi. Odamni barbod qiladigan narsa ko'pincha begona yov emas, men seni tushunaman deb yoniga o'tirgan odam bo'ladi. Sodiq buni juda qim